Hazarasipga keldi Indiamet doktorlari, Hindistondan doktorlar. Shulardan konsultasiya oldim. Bir pasda vizam ham chiqdi, bir kunda. Biletlarim ham tayyor qilishdi. Arzon bahoda o'zim kassaga to'lab, hammasini tayyorlab taxlab berdilar. Nimaga uchdi Hindistonda bolalar, hind bolalar, lekin o'zbekcha, ruscha biladi. O'g'limiz din kutib olib, bizni gostisaga joylashtirib, keyin doktor nimaga Max klinikaga olib borib, katta professorlar bilan uchrashtirib, hamma analizamizni qilib yonimizda turdilar. Allohga shukr, yaxshiman. 100% yaxshi bo'lib, chiroyli bo'lib, yaxshi bo'lib qaytdik. Uzatib berdilar. Hech bir qiynalmadik. Ne bir aeroportda ketishda, nima qilishda qiynalmasdan borib keldik. Hammasidan minnatdorman. Mana Meros bolam o'z bolamdek bo'lib qoldi. Xudoyim hech kim kasal bo'lmasin. Bo'lsa shu Indiamet shu nimaga borib tekshirtirib, davolanalari yaxshiroq ekan. Mana bir pasda Xudoga shukr yaxshiman. 100% yaxshi bo'lib qoldim. Indiamet bolalardan, firmadan juda ham minnatdorman. Xudoga shukr, Hindistonning bu professorlari juda ham yaxshi qarab, yaxshi muomala qilishib, Xudoga shukr yaxshi bo'lib keldik mana.